Oddiy oyna, avtogilas, qora oynani hech qanaqa farqi yo'q degan odamlarga mana shu videoni yuboringlar, biz eksperiment qilib osizlarga ko'rsatib beramiz. Demak, chap tomoniga qoq o'rtasidan qora oyna qo'ydik. o'ng tomonga bo'lsa o'zini radno oynasi qo'yilgan, farqini ko'rishingiz mumkin, yaqqol bilinadi. Ya'ni oyna ikki xil attenkali. Butilishli bo'ladi, bu bo'lsa qop-qora effektli bo'ladi, ya'ni standartga javob berish darajasida qoraytirilgan bo'ladi. Oynani ko'rishingiz mumkin, avtogilas qora oyna, shu stiker bilan qora kaziroli versiya bo'ladi. 10x da bilasizlar, kaziroga chiqmagan, oynaning rangi mana shunaqa yashil tusli bo'ladi. Farqi videoda yaqqol ajralib turibdi. Bunaqa labovoyda hamma mashinaga bor. O'ylashingiz mumkin, bunga tonirovka yopishtirib qo'ygansanlar deb. Tonirovka yopishtirgan taqdirda ham yashil attenki hech qayerga yo'q bo'lib qolmaydi. Hozir mana shu oyna ichidan ham ko'rsataman. Demak, ko'rishingiz mumkin, mana yashil attenki, qora attenki, oynani ulaganmiz, ikkita oynani kesib turib ulaganmiz, ko'rishingiz mumkin. Ana endi ikkala oynani tonik moslamasi orqali ko'rsatkichini ko'rib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, qora oynamiz rovna 70% ko'rsatkich ko'rsatyapti. Bu standartga to'la javob beradi degani va hech qanaqa narusheniyga asos bo'lmaydi. Avtomobil o'zini radno oynasi esa ko'rishingiz mumkin 85-86% yorug'lik o'tkazadi. Bu degani qora oyna o'zini radno oynasiga nisbatan 15% ga to'q bo'ladi. Avtogilasda qora oyna ham bor, stokyo oyna ham bor. Tanlov sizniki, sizga qanaqa oyna kerak va qanaqa mashinaga kommentlarda yozib qoldiringlar va unutmanglar, avto oyna bu avtogilas.